Allohni taniyman deysiz-u, ammo buyruqlariga itoat qilmaysiz. Qur'on va Karimni o'qiysiz-u, ammo ma'nolari ila yashamaysiz. Hazrati payg'ambarimizni sevishingizni aytasiz-u, ammo uni o'zingizga rahbar qilmaysiz. Shayton bizning dushmanimiz deysiz-u, ammo uni o'zingizga do'st qilib olgansiz. Jannatga kirishni xohlaysiz-u, ammo unga loyiq bo'lishga harakat qilmaysiz. Do'zaxdan qo'rqishingizni iddao qilasiz-u, ammo u yerga borish sabablariga chek qo'ymaysiz. Vale o'lim haq deysiz-u, o'sha haq bo'lgan o'limga tayyorgarlik ko'rmaysiz. Odamlarni aybini titkilaysiz-u, o'zingiznikini sarhisob qilmaysiz. Allohning ne'matlaridan boldek foydalanasiz-u, ammo shukr qilmaysiz. O'liklarni ko'masiz-u, ammo siz ham bir kun ko'milishingizni hech ham aqlingizga keltirishni xohlamaysiz.